Yettinchi odob. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytish. Duodagi muhim odoblardan biri Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishdir. Bu haqda Ali radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qilingan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, toki Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va Muhammad alayhissalomning oilalariga salovat aytilmas ekan, barcha duo to'silgandir. Tabaroniy Avsatda rivoyat qilgan. Shuningdek, duoda salovat aytish muhimligiga Fazoli ibn Ubayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis ham dalil bo'la oladi.